Vanxolu qo'shoqlari. Vanxolu daryoni qochirish yoki orqasiga yondirish degan ma'noda. Vanxolu qo'shoqlari ili xalqi orasida tarqalib yurgan Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi eng dongli qo'shoqlarning biri. U odatda O'stan qo'shoqlari, Vanxolu olvini qo'shoqlari deb ataladi. Bu qo'shoqlarning mazmuni o'zaro kiralishib ketgan. 1760-yillari Çin xonadonligi hukmronlari Qashqar, Makit, Oqsu, Uchturpan, Xotan qatorliq joylardan necha 10 minglagan yezi aholisini majburiy holda iliga ko'chirib chiqib, bo'z yer ochqizib, teriqchilik qildirdi. Çin xonadonligining amaldorlari yerlik pomishchik beylarning yo'l ko'rsatishi bilan yana Ili daryosining yuqori eqinidan Kura shahrigacha 90 necha kilometr uzunlikda O'stan chapqizdi. O'stan chepish jarayonidagi bu ig'ir emgakka oldi bilan dehqonlar qatnashtirildi. Zolim beylar qamchilarni o'ynatib, keng avomni qattiq xo'rladi. Xalqning tortmagan azobi qolmadi. Ilidagi oq O'stan ana shu yillarda chepilgan. U emgakchi xalqning qonliq ko'z yoshlarining guvohchisi. O'stan qo'shoqlari yoki Vanxolu qo'shoqlari har yili atiyozda terilg'u aldirash paytlarida boshlanadigan ana shu alvon hashar ishlarini mazmun qilib to'qilgan. Bu qo'shoqlarda hasharchilarning tortgan ig'ir kulfatlari, avom xalqning ruhiy holati, amaldor gungtularning zolimligi, hasharchilar, madikorlarning Çin xonadonligi hukmronlari va yerlik pomishchik oq sumaklarga bo'lgan g'azab nafrati aks ettirilgan. Zolimlarning daryoni odam orqali to'sishdan iborat ahmoqona qiliqlari nihoyatda kuchli til orqali masxar qilingan. Vanxolu qo'shoqlari Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixini tadqiq qilish va tushunishda muhim rol o'ynaydi.